90-91 model, 90-86 rangi. Hurmatli mijozlar, bugun xudo xolasa ertalabdan Buxoroga chiqib ketyapmiz. Sababi klient uyda muammo bo'lgan. Xitoy stolimizda muammosi chiqqan Bukovkada. Masofa bizani yo'llarimizni, ya'ni ayirolmaydi. Buxoroga bo'lsa ham ketyapmiz. Xudo xolasa bu mijozimizdan ishini bitirgan. Kuzatib borasizlar. Xudo xolasa mijozimizdan ishlarini chiroyli qilib bitirib, rozi qilib chiqib ketamiz shu xonadondan. Kuninglar xayrli boshlansin. Ertalab Toshkentdan Buxoroga yo'lga chiqqan edik. Sababi Anvar akamizning xonadonlari, navbatdagi mijozimizning xonadonlarida muammo bo'lgan edi. Olib kelib, bularni hammasini qo'yib, joylab, porядка qildik. Juda chiroyli bo'ldi xudo xolasa. Anvar aka, nima deysiz aka? Xudo xolasa hammasi yaxshimi? Ma'qulmi? Rozimisiz? Albatta. Kam ko'z chiqdi. Rozi bo'lasiz? Kelib xudo xolasa bitirdik. Hammasi yaxshimi? Qo'yingizdagidan. Aka, rahmat. Yaxshida ko'rsangiz, yaxshi to'ylar qiling. Kimga nima xizmat kerak bo'lsa, mebel bo'yicha murojaat qilasizlar. Har bir mebel saloniga. Muammo bo'lsa, xavotir olmanglar, qo'rqmanglar. 9 soat yo'l bosib bo'lsa ham Buxoroga yetib keldik. Salomat bo'linglar. Zo'r investitsiya, bu farzandingiz uchun qilgan investitsiyangiz. Bular 9 yoshli qizlari hamda 14 yoshli o'g'illarini ham Abu Dabida o'qitishar ekan. Bundan tashqari Toshkentga kelishganda turishlari uchun xonalar qilib berishyapti. O'g'illariga ham Rolls-Royce Phantom modelini, yotoqxona to'plamini opa-ukalarni ayirmasdan bir xil qilib qo'yib berishgan. Juda chiroyli tushgan xonaga. O'g'illarning xonalari, bundan tashqari bu yoqda yana sanuzeli bor o'zini, yonida yana divanli zonasi ham bor. Hammaga nasib qilsin, o'g'il farzandlariga investitsiya qilish, ularning rohatini ko'rish. Egalariga ham buyurib nasib qilsin. Ana bu xonamiz master spalni. Bu yerda uje tez kunlarda xudo xolasa divanli zona qo'yiladi bu yoqqa. Bu yoqda qo'shimcha shkaf zakaz qilishgan, qo'shimcha shkafimiz tushadi. Bu yoqda mana juda ham katta, alohida yotoqxona spalni bu yerda ajratilgan xona. Kravatlarimiz big size 9107 modelimiz. Kravat matrasning o'zi 222, sofalari bilan 260. Tumbichkalari ham juda chiroyli ishlangan. Tepalarida oynalari bilan qilingan sokol qismlariga ham ahamiyat berasizlar. Juda chiroyli ishlangan. Sifatlari a'lo darajadagi premium segmentdagi 3D bo'yoqlarda imni Arledi zavodida ishlab chiqarilgan. Bu yoqda bu mijozimizga qo'shimcha shkaf ham zakaz qilganmiz. Tez kunlarda keladi Xitoydan. Dremo, Pufik, bu yoqda Chester, bu yoqda TV zona bo'ladi. Tez kunda xudo xolasa o'zi kengaytirib rafkan qilishni boshlaymiz. Divanli zona bo'ladi bu yoqda. Bu yoqdan hovliga chiqadigan joylar ham qoldirishgan. Tez kunda pardachilar, gilamchilar ishini bitirganda xudo xolasa bu xona vobshe tanimaydigan bo'ladi. Egalariga buyurib nasib qilsin. Bu yerda qiladigan ishlarimiz, kuxnalari bitgan, tayyor. Kuxning zonalari ham juda chiroyli tushgan, krashenli bo'lib tushgan. O'rtaga kitayskiy Onyx stol qo'yamiz. 6 person stullari yog'ochdan bo'ladi, stoli Onyx bo'ladi. Kojinli obivkalarda bu qismga P-образный golub qo'yamiz, teddy materialdan. Xudo xolasa juda chiroyli tushadi, yumshoq qilib, ko'p odam o'tiradigan qilib qulay qilib beramiz. Ya'ni divanli zona hamda stolsiz zona qilib ajratib beramiz. Tez kunlarda balkim nasib bo'lsa Buxoroga yana kelib video qilib ketarmiz. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada qoldiringlar.